to'g'ri-da, adasi qilib bergan. Eri bor-da, shuning uchun. Endi inson ishlagandan keyin puli bor-da, bolalari boqadi-da, eri yo'g'idan keyin yuradi-da, qilgan. Mana shu kabi g'iybatlaringiz va shunga o'xshash g'iybatlaringiz o'zingizdan diqqatingizni boshqalarga qaratib qo'yganingizga ishora. Va mana shu g'iybat insonni har bir hujayrasini sekin-asta zaharlab chiqishni boshlaydi. Tasavvur qiling, hujayralar mana bunaqa zanjiri bilan inson yashaydi. Ana endi shu hujayralarning har birining ichida zahar paydo bo'lsa, bu inson zaharga aylanib qolmaydimi? Albatta qoladi va u zaharga aylanishi bilan o'zidan o'zi nafratlanishni boshlaydi. Negadir o'ziga yoqmaydi, sababini bilmaydi. Yuragim siqilyapti, hech narsa meni xursand qilmayapti. Nimaga odamlar bemalol o'ynab kulib yuradi deb kelishadi ayrim odamlar. Odamlarni o'ylab qo'nishni gapirmang. O'zingiz nimadan xursand bo'lishligi haqida o'ylang. Meni hech nima xursand qilmayapti. Hayronman, odamlar qattiq xursandchilik topishadi deb yana odamlarga fikrini bo'ladi. Azizlarim, keling bugundan boshlab ichimizdagi g'iybatchini o'ldiramiz. Unga quloq solmaymiz. Biz boshqalardan ibrat olishimiz mumkin, ammo ularni g'iybat qilishga o'zimizga yo'l qo'ymaylik. Buni javobi ham, gunohi ham nihoyatda og'ir.